Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana sizlar bilan biz ko'p kutilgan vaziyatda bugun sizlarga boshqa telefonga ulanishda qanday qilib ulanishni ko'rsatib berib o'taman. Buning uchun Play Marketga kiramiz. Mana bu joydan Android Parental Control deb yozamiz. Ilovalarga qisib o'tib. AirDroid mana AirDroid Parental Control chiqdi. Xo'p, shuni ochamiz, uстановка qilamiz shuni. Uстановка qilganimizdan keyin Google akkaunt bo'yicha uстановка qilinadi. Xo'p, bu telefonlar ikki xil bo'ladi. Ya'ni bu mana shu turgan telefonimdan boshqa telefonni kuzatmoqchiman. Demak, bu it's mine degani shu meniki. Child's device. Agree deymizda, mana bu yerda QR kod chiqdi. QR kod chiqsa, qaysi telefon orqali ulanmoqchi bo'ladigan bo'lsak, shu narsani o'sha bilan nima qilamiz ekan? Mana shu QR kodni skaner qilsak, o'shani yuklab olamiz ekan. Mana buni yuklab oldim. Hozir buni skaner qilib ko'rsataman sizlarga. Mana boshqa telefon orqali. Hop, skanerni bosaman. Keyin bu yerda mana fayllarga kiraman, keyin bosaman. Mana shuni to'g'rilayman. Mana chiqdi. Bu narsalarni nusxa olamizda. Play Marketga, brauzerda ochib turib, mana bu joyga joylaymiz shuni. Keyin kirish tugmasini bosamiz. Bu e'tibor bergan bo'lsalarim, nariga telefondan bo'lyapti. Demak, baribir yuklab olishni bosamiz. Demak, mana yuklab olish boshlandi. o'n 8 megabayt ekan, xolos. Mana shuni yuklab olish kerak bo'ladi shu. Demak, skaner qilganimizdan keyin avtomatik shu narsani nima qilar ekan? Yuklab olar ekan. Shu bizni kuzatmoqchi bo'lgan telefonimizga yuklab olishimiz kerak shu narsani. Uni endi bildirmasdan uстановка qilib qo'yish kerak bo'ladi bizga. Mana hozir yuklayapmiz, ha. Mana yuklab bo'ldi. Notanish ilovalarni o'rnatishga ruxsat berib qo'yamiz mana. Bu bunaqa yozuv chiqaradi. Buni unaqa narsalarga quloq solmaymiz. Hammasini o'z zimmamga olaman deymiz. Chunki bu nari telefonga bog'lanib turganligi uchun shunday bo'lyapti. Installing bo'lyapti mana. AirDroid Kids'ni bu ilovani o'rnatmoqchimisiz deysiz, o'rnatishni bosasizlar. Demak, installing bo'lyapti mana. AirDroid Kids degan programma, demak, nima ekan? Boshqa kuzatmoqchi bo'lgan telefoningizga bildirmasdan o'rnatib qo'yadigan programma ekan shu. Tushunarli? Demak, mana hozir xavfsizlik tekshiruvi skaner qilmoqda. Shu skaner qilib bo'lgandan keyin nima qilamiz? Ko'rib o'tamiz, davom etamiz. Mana bu yerda Xiaomi degan telefon 7 yosh deb belgilab qo'yganmiz. Bu o'zimizning farqi yo'q. Necha yoshligini o'zi asli kichikroq bo'lsa, yosh bo'lsa, kichkina bolalar kuzatgan qo'yilgan narsa. Endi mana bu yerda aytyapti, AirDroid Kids uchun suhbat videolarga olish uchun ruxsat berilsinmi? Ruxsat berilsin. Audio ketish uchun audio yozib olish ruxsat berilsin. Ketish uchun telefon saqlovlar tarixidan kirishga ruxsat berilsin. Mana shu joyda qanaqa ruxsat bo'lsa, hammasini berib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana bitta shu muammolarni hal qilib chiqaveramiz buni. Yordamimizda boshqa AirDroid Kids topib turib bitta yoqib qo'yamiz.
Bo'ldi. Tamam mahal bo'ldi. Demak, bo'lmas ekan. Pastdagisi screen mirroring degan narsasiga ruxsat bermoqchi. Demak, kiramiz, eshitish. Odamchaning rasmi chiqib qoldi. Buning ham ruxsat berib qo'yishchi. Demak, notificationlarga deyapti, ruxsat bersam deyapti. Demak, bosamiz va bunga notification. Demak, barcha maxfiy ruxsatlarni berib chiqamiz shu yerda. Okay. Demak, setup complete deyapti. Mana shu narsalarni tugatmagunimizcha qo'ymasligimiz kerak. Xo'p, mana shu joyda hamma narsasini yoqib chiqishimiz kerak ekanda. Xo'p. Ilova haqida ham ko'rsak. Buni bir joyga keltirib, demak, barcha so'zlar taqdim etilgan deyapti. Demak, mana bu joyda joylashuvga ham ruxsat berildi. Mana bu yerda maxfiy ruxsatlarni ham yoqib qo'yishimiz kerak. Mana shuni bitta bossam yonadi. Switch access tugmasini ham bitta bosamiz. USB kabel tugmasi, kabel kamera yordamida boshqarish. Keyinisi. Yondi bu ham. Ko'ramiz mana bu joyda. Nimaga ruxsat berish kerak? Limit apps usage screen time in this device deyapti. Bosamiz. Qaysi bir ekan bu endi? Eshitish, jismoniy o'sha ekran burilishi,
So'ra. Bo'ldi yondi. Mana bu yerda kesib kiramiz, uni yoqamiz. Xullas shu mana shu muammoga hal qilishimiz kerak-da. Hozir men hammasini hal qilib, sizlarga keyin videoni davom ettiraman. Mana shu joyda bu sizlarga ya'ni hal monitoring, SMS monitoringlarga ruxsat berib qo'yamiz. Ana buni ham ruxsat berib qo'ysak, nimaga bunman deyapti? Hammasiga ruxsat beramiz buni. Bo'ldi, endi hide and continue, ya'ni yashirish va davom etishni bosamiz. Bo'ldi, mana ekran nazoratga olindi. Endi nariga o'zimiz kuzatmoqchi bo'lgan telefonimizga kirib, kuzatmoqchi bo'lgan telefonimizga kirdik mana. It's mine'dekini bosdik. Agree'ni bosdik. Not now'ni bosdik. Mana shu joyga kirsak, nariga telefonda nimasi chiqar ekan shu yerda mana. Mana shu orqali nima qilingan ekan? Kuzatilar ekan. Mana shu kodlarni terib, doim nima qilishimiz mumkin? Uni kuzatib turishimiz mumkin bo'lar ekan. Tushunarli? Bizni sabr bilan e'tibor berib kutganlar uchun hammalarga rahmat. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosish tugmasini bosishdan chiqmasin. Hammalarga rahmat.